Yomon bo'ldi-da. Ikkita nemis hamkasbim meni taklifimga asosan O'zbekistonga uchgandi. Xabaringlar bor, yomg'ir yog'ib bir narsalar bo'lib ketdi. Fikri qiziqmi? Toshkentga qo'ngan, mashinaga o'tirgan, yomg'ir yog'gan suv hamma yoq toshqin bir narsalar savol beryapti. Sizlarda kanalizatsiya yo'qmi? Germaniyada bir haftalab yomg'ir yog'sa ham bunaqa holat kuzatilmaydi. Ikkinchisi, mashinada yo'lda bir-biriga signal chalgan hurmatsizlik yo'li to'silgan deyapti. O'tib bo'lmaydi, lekin chalib bordurlardan aylanib o'tib stress holati. Plyus tomoni bor ekan. Turistlarni ko'rsa bizanikilar yordam beradi-yu, chimodanlarni olib mehmonxonagacha olib kirganda svet o'chib qopti-da. Endi bular 6 oy oldin tayyorgarlik ko'rgan, men ularga PR qilgan, O'zbekiston, Dubay bo'lib ketdi, Toshkent, Samarqandlarga borgan, juda ham zo'r deb. Siz nima deb o'ylaysiz? Baland imoratlar qurilayotgani yaxshi, lekin undan oldin xalq uchun infrastruktura muhim emasmi? Chiroqli yerning tagidan o'tgan, o'chmaydigan, kanalizatsiyalar ishlab turgan, mana shu toshqinlar bo'lganda tortib ketadigan bo'lsa, xalqqa tatiydi. Biznes, qurilishlar bu menimcha ikkinchi darajaga o'tadi. Xudo xolasa bizda ham albatta bo'ladi, kim ishonadi. Salomat bo'ling.